Lekin Allohing bilan payg'ambaringni sikaman topsam. Menga kelgan informatsiya buni dallasini topdim. Samarqandlik Raupov Faridin hozirgi kunda Amerikaning New York shahrida Brooklyn rayonida yashirinib yashab kelmoqda. Aytishlari bo'yicha o'zi tan olgan ateist bachavoz ekan. Men ateistman. Do'stlar, videoni tarqatamiz. Bu faqat Qur'onni haqorat qilib emas, bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ham haqorat qilgan va Allohni, ya'ni bizni yaratgan zotni ham juda qattiq haqorat qilgan. Aromi Muhammad payg'ambaringni aytyapman. Gandon Muhammad payg'ambaringni Allohingga xudog'im o'shani aytyapman. O'sha sen uchun prezident-ku. Meni videomni qo'ldan kelgancha tarqatinglar va sizlarga so'z beraman. Bu yigit xalqdan, butun musulmonlardan kechirim so'ragan videosini video davomlarimda qo'yib o'taman. Men yer yuzidagi, yer planetasi bor-ku, bilasiz, faqat planetada, Zemlya. O'sha yerda musulmonlarni naxoy hammasini o'ldirib yo'qotib o'rish kerak, masjidlarni yo'q qilish kerak, musulmon yer yuzida qolmasligi kerak. Tushunayapsanmi? U tojik bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, qirg'iz bo'ladimi, po'xoy, xristianmi, amerikan ismi farqi yo'q. Qalay, yo'qdimi? Davolinmisan? Endi Zapskil. Yo'q, mana qara, shunaqa Amerikaga borib olib mart ekansan, kelmayman deyapsan, qo'rqmayman. Ismi familiyangni ayta olasanmi, haqiqiysini? Nimaga ismi familiyamni senga aytishim kerak? Hozir xohlasang Muhammad payg'ambaringni aytsang ham qutog'imga qo'yganman, diningni ham qutog'imga, meni da'vat qila olmaysan. Meni diningga majbur qila olmaysan, tushunyapsanmi? Hozir sen qara, Muhammad payg'ambarimizni deb gapiryapsan. Hozir bu gapingni butun dunyoning musulmonlari eshitadi. Qo'rqmaysan butun dunyo musulmonlariga shunaqa degan? Yo'q, qo'rqmayman. Nima gandonlardan nimadan qo'rqishim kerak? Nima bo'ladi? Bir arab-paras bilan raqam turadi, raqam. Qara, menda turadi, keyin bunday bo'ladi, keyin bunday raqam turadi, tunqayadi. Ular nimasidan qo'rqishim kerak? Demak, senga 2 milliard musulmon odamni e'tiqodi, sevimli payg'ambar bir dini, sen qo'rqmaysan 2 milliard odam. Qutog'imga qo'yganman, aytyapman. Aromi Muhammad payg'ambaringni aytyapman. Gandon Muhammad payg'ambaringni Allohingga qutog'im o'shani aytyapman. O'sha sen uchun prezident-ku. Payg'ambaringga qutog'im. Lekin Allohing bilan payg'ambaringni sikaman topsam sikaman. Qalay. Topsam sikaman. Ko'tiga bilaman bu bilan kalitni tiqib olaman naxu ko'tiga, Allohingni ko'tiga naxu. Bo'lganligi. Yana nima? Gapir, yana nima aytib beray? Shumi? Aytib beraman. Любой narsa aytib beraman. Bor. Yana birontasini sudrab kel, po'ximanga. Kuchliroq blogerni olib ket. Ota-ona musulmon ekan. Onangni ham o'ldirasanmi? Ota-onamnimi? Ha, islom dinida bo'lsa-ga san gandonlarni o'ldirayotganda ular ham o'ladimi? Ha. Ateist bo'lsa, demak, ateistda ota-onasi musulmon bo'lgani uchun, farzandi musulmon bo'lgani uchun, xotini musulmon bo'lgani uchun o'ldirar ekanda ateistda, to'g'rimi? Shunaqami? Ateistlar emas, dalbayob. Shimo, man deyapman, man. Naxoy boshqa ateist qo'shib yotibsan, yiban. Men ateistman. Bu yerda daxoy ateistlar bor, ular bunaqa fikrda emas. Men shu fikrda, lekin ular bunaqa fikrda emas. Nega o'sha ateistlarga o'xshagan fikrda emassan sen? Senga o'xshagan gandonlardan, vobshe konchinilardan nafratlanganim uchun charchaganman-da, shuning uchun senlarni ko'rsamga qusgim keladi. Normalni musulmon bilan o'sha bor-ku, sen isqirga o'xshagan musulmonni ajrata olmayman. O'sha hammang men uchun bir go'r bo'lib qolgansanlar. Tushunyapsanmi? Shuning uchun men ularga o'xshamayman, men boshqachaman. Musulmon ota-onang seni boqib katta qilganiga rahmat deyishumi? Men nima, ota-onamga men tug'dir dedimmi? O'zi xohladi, tug'dirdi. Men zakaz beruvdimmi? Bir-biringni bilasik, men tug'dir dunyoga keltir dedim. O'zi xohladi, chiqardi. Nima? Eshitinglar, anaqalani